mehmonlarni, katta avlodni, qavm qarindoshlarni birinchi navbatda Navro'z ayyomi bilan, kuni kecha o'tgan Ramazon hayiti bilan hammalaringizni muborakbod etib, yurtimizga tinchlik, dasturxonimizga xotirjamlik, to'kin sochinlik, oilamizga xotirjamlik tilayman. Hammalaringiz sog' salomat bo'linglar. Azizlar, mana bugun sizlar hozir ko'rib turgan mana shu yerda ikki aka ukaning, ya'ni Musa bobo va Hasan bobolarning farzandlari. Bizning silola juda ham bir katta silola bo'lishiga mana shular sababchi. Ulardan tashqari mana ammajonlarim, Xosiyat ammam, Hakima ammami farzandlari, bizlarda Isoq ammamiz bo'lganlar, u kishi rahmatli, uni ikkinchi jahon urushida vafot etganlar, qahramonlarcha. Shuning uchun mana biz oilamiz, agar bizlar 15 ta farzand bo'lsak, amakimlarnikida 8 ta farzand. Mana shu farzandlar birin-ketin hammalari bir-biriga shunday ittifoq ravishda o'nib o'sganki, biza dadajonim bilan amakimni o'rtalarida, bizlarda o'rtamizda devor bo'lmagan. Keyinchalik farzandlar ko'payib, kelinlar tushgandan keyin, devor bo'lgandan keyin darcha qo'yilgan. Mana shu darcha o'rtamizda bizni mehr oqibatimiz kuchayishiga sabab bo'lgan. Chunki onajonim rahmatli hammamizni mana shunday bir-birimizga mehr oqibatli qilib o'stirganlar. Ya'ni meni Munavvar onajonim. Men kichkina edim, lekin o kishini bo'lgan mehr muhabbatlari shu damgacha yodimda. Azizlarim, mana silola o'sdi, o'ndi, farzandlar hammamiz bir-birimizdan sal bo'lsa-da uzoqlashgan bo'lsak ham, lekin yurakda hammamiz yaqin. Meni akajonlarim 70 yoshni, 80 yoshni, mana 60 yoshni, ukalarimiz endi eng kichkina ukamiz silolada 50 yoshni qarshi oladi. Shuning uchun azizlarim, bizlarda katta opajonim 100 yoshga kirganda, yo adashdim. Kichkina ukamiz 100 yoshga kirganda katta opajonim yonimizda bo'lsinlar. Shifokorimiz yonimizda bo'lsinlar. Azizlar, mana hozir Musin akam davraga chiqmayman dedilar, lekin men iltimos qilaman. Agar chiqmasangiz xafa bo'laman. Chunki Musin akam, Qosim akam o'tiribdilar. Musin akamni, meni rahmatli ammajonimni o'rinlarini bosadigan aziz akajonim, agar o'zingiz aytganingizdek meni gapimni ikkita qilib davraga chiqqaningiz uchun rahmat akajon. Men so'zimni keyin chiroyli bitta ota-ona haqida she'r bilan tugataman, lekin tabrikni sizga beraman. Rahmat ukajonim, o'zim avvalambor hamma